Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Tremalak Soccer o'yinida Denis Bergkampni full qilishga harakat qilamiz. Xo'p, bizda 3 ta Rare, 5 ta Coman kuchaytirgichlar bor. Bo'lmasam boshlaymiz, tayyor bo'lsanglar. Birinchi bo'lib oddiy Coman kuchaytirgichdan boshlaymiz. Bu yerda tezligini kuchaytirganimiz yaxshi, shuning uchun tezligini tanlayman. Xo'p, bu yerda esa staminasini tanlaganim yaxshi. Xo'p, mana birinchi kuchaytirdik. Davom etamiz. Bu yerda esa kontrolni tanlayman va stamina 86 darajaga ko'tarilmoqda. Bergkamp. Xo'p, bu yerda tezligini tanlaymiz. Xo'p, tezlanishini tanlaymiz. Xo'p, bu yerda zarbasi yoki tezlanishini tanlashimiz kerak. Zarbasi 190 yaxshi zarbasi, lekin tezlanishi pastligi uchun tezlanishini tanlaganim yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, bu yerda tezligini tanlayman. Xo'p, endi Rare'dan ham bitta kuchaytirib ko'raman. Control, stamina, speed. Hop, kontrol, tezlik, zarbasini tanlayman. Tezligi, kontroli. Hop, bu esa staminasini tanlash menimcha yaxshi bo'ladi. Kontrol 99 bo'lib qolmoqda. Menimcha 100 bo'lishini xohlaganim, lekin 99 bo'lib qolyapti. Hop, kontrolni 100 qilib qo'yishga harakat qilamiz va bu videoni birinchi qismi yakunlanadi shu bilan. Hop, qaysi o'tuvchini sotib olsam bo'ladi? Stick'i sotib olaman. Patrick Stick. Tezligi yo'q. Baribir kontroliga tushmayapti. Kontroliga tushganda yaxshi, lekin kontrol bermayapti bizga hozir. Bergkamp yaxshi holda kuchaymoqda va bizda hozir spekal qo'yashlar tugadi va qolganini keyingi videolarda kuchaytiramiz. Videomizga yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi qismlarni kuting, keyingi qismlar yaqin orada chiqadi.